Salom do'stlar, bugungi videoda Dr. Manhattanni yenga oladigan top Marvel qahramonlari haqida bilib olasiz va bugungi video ajoyib bo'ladi. Shunday ekan, ekran oldiga yaxshilab joylashib oling, kanalga obuna bo'lib, videoga bitta like bosib qo'ying. Biz esa boshladik. Dr. Manhattan haqida juda yaxshi ma'lumotga ega bo'lsangiz kerak. Agar u haqida bilmasangiz, kanalimda Dr. Manhattan haqida juda ham ko'plab videolar qilganman. Ushbu videolarning silkasi opisaniyada bo'ladi. Bemalol o'tib, Dr. Manhattan haqida barcha ma'lumotlarni bilib olishingiz mumkin. Bugungi videoda esa Dr. Manhattanni yenga oladigan Marvel qahramonlari haqida bilib olasiz. Demak, Dr. Manhattanni yenga oladigan birinchi personajimiz bu mutantlar ichidagi eng kuchlisi deb e'tirof etiladigan Omega darajadagi mutant Franklin Richards bo'ladi. Franklin Richards Reed Richardsning o'g'li bo'lib, uning asosiy kuchi haqiqatni yozish hisoblanadi. Ya'ni Franklinda koinotlarni yaratish, vaqt liniyasini o'zgartirish, fizika qonunlarini buzish, telepatiya, telekinez, astral mavjud bo'lish, ong orqali haqiqatni boshqarish va mavjudotlarni yo'qdan bor qilish va o'liklarni tiriltirish kabi qobiliyatlarga ega. Masalan, u Galactusni komiksda tiriltira olgan, Franklin o'liklarni ham tiriltira oladi va butunlay fizikani ishlamaydigan qilib qo'yishi mumkin. Maxfiy urushlardan keyin u butun yangi olamni yaratishda qatnashgan. Bu oddiy illyuziya emas, haqiqiy kosmik daraja hisoblanadi. Eng muhimi, aynan Dr. Manhattanning kerakli qobiliyatlari Franklinga qarshi ishlamay qolishi mumkin. Dr. Franklinni atomlarga ajratishga qaror qilsa ham, Franklin o'zi joylashgan joyda energiya manipulyatsiyasi qiladi va atomlar qoidasi o'zgarib, fizika ishdan chiqadi. Natijada Franklin joylashgan koinotdagi hech qaysi atom doktorga bo'ysunmasligi mumkin va doktorning bu qobiliyati ishlamaydi. Doktor kelajakni ko'rishga harakat qiladi, lekin Franklin kelajakni o'zini yo'q qilib yubora oladi. Doktor vaqtni to'xtatishi mumkin, ammo bu narsa Franklinga qarshi ishlamaydi, chunki Franklin o'z qobiliyati yordamida vaqtni orqaga qaytarishi mumkin. Shu tariqa hech qanday jismoniy jang bo'lmaydi, faqat kurash qobiliyatlari o'rtasida kechadi. Franklin oddiy mutant emas, u kosmik jonzotlarni ham ongiga kira olishi mumkin. Natijada u hatto doktorni ham ongiga hujum qilib, uni buzib kirishi mumkin. Franklin doktor paydo bo'lgan barcha olimlar haqida bilib olishi mumkin. Doktorni ongiga kirish bu juda katta qudrat talab qiladi. Ammo Franklin buni qila oladi. Lekin bitta muammo bor. Franklinda katta qudrat bo'lsa ham, u doktorchalik aqlli emas. Unda qobiliyatlar juda ko'p bo'lishi mumkin, ammo juda ishonuvchan va bular unga pand berib qo'yishi mumkin. Lekin yana bitta narsa, Franklin doktorni qanday yo'q qilishi mumkin? Axir doktor yana qayta oladi. Boshda Franklin doktorni yo'q qilib yubora oladi va doktor yana qaytadi. Keyin Franklin doktorni osonlikcha yo'q qilib bo'lmasligini bilib, ular joylashgan koinotni yo'q qilib yuboradi. Natijada doktor koinot bilan birga yo'q bo'lib ketishi mumkin. Diqqat, agar jang DC olamida bo'layotgan bo'lsa, doktor boshqa multi olamdagi nusxasini o'zini ongiga teleportatsiya qilib omon qolishi mumkin. Ammo jang Marvel olamida bo'lsa, Dr. Manhattan yo'q bo'lib ketishi mumkin. Natijada aniq, Dr. Manhattan Franklinni ulg'aygan kuchli variantini yenga olmaydi. Demak, bu jangda Franklin Richards g'alaba qozonadi va katta ustunlikka ega bo'ladi. Dr. Manhattanni yenga oladigan navbatdagi personajimiz bu molekulyar odam bo'ladi. Molekulyar odam laboratoriya texniki bo'lgan. Tajriba vaqtida kosmik energiya portlashi yuz beradi. Natijada u materiya ustidan to'liq nazorat qila oladigan mavjudotga aylanadi. Dastlab u faqat noorganik moddani boshqara olardi. Keyinchalik kuchayib, kuchli cheksiz darajaga ko'tariladi. Umuman olganda molekulyar odamni biz Marvel olamidagi Manhattan desak ham bo'ladi. Ikkovlari yaralishlari ham deyarli o'xshash. Xuddi ikkita Dr. Manhattan bir-biriga qarshi chiqayotgandek bo'lardi. Lekin bir narsa, ularning barcha qobiliyatlari bir xil emas. Molekulyar odam Dr. Manhattandek kelajakni ko'ra olmaydi, ammo u atomlarni istagancha o'zgartira oladi. Dr. Manhattan ham atomlarni nazorat qila olsa-da, molekulyar odam atomlarning fizik xususiyatini o'zgartirib yuborishi mumkin. Natijada boshda ikkovi ham bir-birlarini yo'q qilishga urinishadi, ammo ular qayta yig'iladi, lekin shu joyda balans o'zgaradi. Molekulyar odam har doim qaytaveradi. Doktor esa qaytish uchun uni tanasidagi atomlar ishlashi kerak bo'ladi. Molekulyar odam esa doktorning atomlarini qonunlarini o'zgartirib, hattoki doktorning barcha qobiliyatini o'chirib tashlashi ham mumkin.
Doktor bunday narsani molekula menga qarshi qila olmaydi. Sababi molekulyar odam tanasi butun bir multikoinotga bog'langan. Natijada doktorning hech qaysi qobiliyati naf bermaydi va bu jangda molekulyar odam g'alaba qozonadi. Diqqat, bu jangda molekulyar odam osonlikcha g'alaba qozona olmaydi. Dastlab teng kurashlar ostida jang bo'ladi, ammo oxir-oqibat baribir molekulyar odam ustun chiqadi. Doktor Manhattanni yenga oladigan navbatdagi personajimiz esa bu What If, ya'ni agarda serialidagi qora oliy doktor Strange bo'ladi. Siz What If serialida doktor Strange haqida bilib olgansiz. U boshqa olamda yashagan va qo'llari o'rniga balki o'z sevgilisi Kristine Palmerni yo'qotgan. U sevgan qizini saqlab qolish uchun vaqtni orqaga qaytaravergan, ammo buning foydasi yo'q edi. Chunki unga qadimgi ustoz shunday degandi. Bu absolut point hisoblanadi. Ya'ni uning sevgilisi o'lishi bu ushbu olamdagi mutlaq nuqta edi. Ammo Doktor Strange bunga ko'nmaydi va u qayta-qayta vaqtni orqaga qaytarsa-da, sevgilisi har bir vaqt liniyasida ham baribir o'laverardi. Keyinchalik Strange bunga qaramay Kristinani tirilishda yanada davom etadi. Shunda u ming yillar davomida qorong'u mavjudotlarni yuta boshlaydi. Har bir yutilgan mavjudot unga yana kuch berardi. Oxirida u o'zining yaxshi versiyasini ham yutadi va katta qudratga ega bo'ladi. Strange katta qudratga ega bo'lib, ko'plab sehr kitoblarni o'qib, katta tajriba to'playdi. Hattoki cheksizlik toshlariga ega Ultronga qarshi ham munosib jang qiladi. Multi olamdagi eng kuchli yovuzlarni Strange hattoki qamab qo'yadi. Keyinchalik cheksizlik toshlariga ega Carter va Tesseract orqali kosmik kuchga ega bo'lgan Kahoriga qarshi jang qiladi. Hattoki jangda Carter, Hilla toji va Torni Mjolnir qudratiga ham ega bo'lishiga qaramay, Strange'ni osongina yenga olishmaydi. Strange iblis energiyasi orqali Mjolnirni parchalab tashlaydi. Odin nayzasini esa yutib yuboradi. Faqatgina katta kosmik reaktor sabab Strange mag'lub bo'ladi. Bular shuni ko'rsatadiki, qora Strange endi oddiy Strange emasdi. U kosmik multi-olam darajasidagi eng kuchli sehrgarga aylangandi. Strange ham Doktor Manhattanga o'xshab vaqtni boshqarishi, kelajakni ko'ra olishi yoki vaqtni to'xtatishi mumkin edi. Manhattan atomlarni nazorat qila olsa-da, Strangening tanasi zulmat kuchlardan iborat va uni tanasini doktor parchalay olmas edi. Bilasiz, Doktor Strange hattoki astral tanaga ham kira oladi va bu holatda Doktor Manhattan unga qarshi hech narsa qila olmasdi. Natijada jang teng kurashlar ostida kechardi. Ammo Strange kichik multi-olam yaratib, doktorni u yerga qamab qo'yishi mumkin edi. Demak, bu jangda deyarli Beyonder yoki tirik tribunal kuchiga yaqin kela olgan qora oliy doktor Strange g'alaba qozonardi. Mana bugungi videomiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Xulosa qiladigan bo'lsak, Doktor Manhattan juda kuchli DC olami personaji bo'lsa-da, uni bugun yenga oladigan ko'plab kosmik mavjudotlarni ko'rib chiqdik. Ulardan tashqari Beyonder, tirik tribunal, cheksizlik, abadiylik va Beyonder kuchiga ega imperator Doktor Doom ham uni Manhattanni yenga olishi mumkin edi. Menimcha bugungi video orqali sizni qiziqtirgan savollarga javob topdingiz. Agar ushbu videomiz 300 ta like yig'a olsa, keyingi videoda Doktor Manhattanni yenga oladigan top DC olami personajlar haqida video qilaman. Agar videomiz yoqqan bo'lsa, videoga bitta like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Bu bilan siz kanal rivojiga katta hissa qo'shgan bo'lasiz. Sizlar bilan Sardor bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha azizlar.